Assalomu alaykum. Norva loyihasini prototipini hozir mashinaga o'rnatdik. Bu loyiha orqali mashinani monitoridan va telefon orqali masofadan turib boshqarsa bo'ladi. Hozirgi holatda oynalar boshqaruvi, bakovoy va bagaj ochish funksiyalari bor. Ularni hozir sizlar bilan ishlatib ko'ramiz. Misol uchun oynani ochmoqchi bo'ladigan bo'lsak va oynani misol uchun yopmoqchimiz. Yopsak bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib orqa oynalarni ham boshqarsak bo'ladi. Bu knopka orqali tushirsak bo'ladi va tepaga bosish orqali ko'taramiz va joyida to'xtatsak ham bo'ladi. Keyin bizada bagaj ochish funksiyalarimiz bor. Bagaj ochsak bo'ladi. Hozir bu mashinada bagaj ochish funksiyasi yo'qligi uchun ulanmadi. Va bakovoylarni boshqarsak bo'ladi masofadan turib. Ko'rib turganingizdek. Xuddi shuni yana bir marta bosadigan bo'lsak, bakovoyimiz ochiladi. Bu loyihamizga ovozli boshqaruv o'rnatganmiz. Hey Norva, bagajni och. Shuna qilib mashinani ovozli boshqaruv orqali ham boshqarsak bo'ladi.